Basen topib oldilarmi? Endi o'zing ko'r. Pashsha. Mana shuni ichadi deb o'yladinglarmi? Assalomu alaykum Jahongir Nig'matovich. Chaqirgan ekansiz. Ha, o'tiring. Rahmat. Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki yengil sanoatda mahalliy xom ashyodan mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha tender e'lon qilgan edi. Shu komissiyani raisligiga sizni nomzodingizni taklif qildim. Tanishib chiqing. Ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Muvaffaqiyat tilayman. Tashakkur Jahongir Nig'matovich. Nilfarxon, internet imkoniyatlari shu qadar kengki, buni hatto tasavvur qilish qiyin. Mana masalan, o'tgan kuni Yandex orqali Shakiraga xat jo'natdim. 1 soat o'tar o'tmas javob kelib turibdi dedi. Bu ham maylukiya, bilasizmi? Istagan chet el xonandasini veb saytiga kirib, chat orqali u bilan gaplashish mumkin. O'zimiz ham qo'shiqchilar ham yo'qmi? Lekin Nilfarxon, chet elda yangilik interneti juda kuchli. Ijro, uslub, musiqani Har xilma-xilligi. kim o'z didi bor. To'g'ri. Menga masalan Tohir Sodiqov bilan Shahzod guruhining qo'shiqlari ko'proq yoqadi. Yo'q, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Ularni men ham yoqtiraman. Farqi shundaki, bizni qo'shiqchilar musiqasida bir xil ohanglar ko'p uchraydi. Shuning uchun ham xorij shou biznesida musiqani betakror bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Ha, tushunarli. Men qarang. Lekinchi lamos ham jaqi yordingizda. Ha? Tinchlikmi ukam? Ha, tinchlik. Nilu, bu Garri Potterni qatna topding? Kim bu yigit? Voy. Bore, o'zsan qoluvding menga aql o'rgatmagan. Mayli, bo'pti. Toshingni ter. Sifatinglar bo'lgan bo'lsam uzr. O'rgildim, Garri Potter. Ruxshona. Ruxshona. Qizim. Oyijon, kelganingizni sezmabman, uzr. Voy, asal qizim, bunaqada kasal bo'lib qolasan-ku. Kechirasiz oyijon, bu boshqa qaytarilmaydi. Ertadan keyin hammamiz dachaga boramiz. Yo'q, qiladigan ishlarim-ku. Ish bo'lsa qochib ketmas. Unda dam olish ham kerak-da, qizim. Kenayi, to'y uyda qilasizmi? Assalomu alaykum. Hormaylar. Va alaykum assalom. Assalom. Ke Dilshod,
Yaxshi yuribsanmi? Ha, rahmat. Ha, Bobur akang kerakmidi? Nilufar, akang uydami? Salom berdik, Nilufar opa. Sabr. Nilufar bilan urushganmisizlar deyman. Negadir u sendan xafa ko'rinadi. Qo'yavering, keyin o'zimiz kelishib olamiz. Ha, mayli. Voy bu, Qalay yoqdimi? bu kimga? Kimga bo'lardi? Egasiga edi. Jazzor-ku. Ha, endi to'yga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Bobur akamgami? Hadi. Silliqlikni-chi. Maza-ku. Ha, Bobur akangga. Ha demay senga ham navbat kelib qoladi. Qani, maza qiladi. Nilufar ham qayerga ketdilar? Oshxonaga. Bugun negadir kayfiyati yo'q. Sen tag'in jig'iga tegib yurma, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, keni. Seni ko'rsam qaniydi, bir bor ko'rsam qaniydi, hech bo'lmasa qush qo'nib, senga qo'nsam qaniydi, seni ko'rsam Tar bo'l. Yuru, shuni olib qo'ysam bo'lmaydimi? Yuru, iltimos, bir marta qo'ng'iroq qilib bering, bir martagina ovozini eshitsam bo'ldi. Bor o'zing qil. Qushimish. Yurishingni pingvinni o'zi-yu. Nima qilay bo'lmasa? Ne qo'l telefon qilsam, 7-sinf o'qiydigan akasi oladi. Karatist. Assalomu alaykum ada. Va alaykum assalom. Ha, nima problema? Tinchlikmi? Aka, anuvingizga qarang. Oshiq-moshiq bo'lib qopti. Yana kimga deng? Parallel sinfdagi yeng kelgan qizga. Nima, rostdanmi? O'shang qo'ng'iroq qilib bering deb Xoljonimga qo'ymayapti. Bu nozik masala, uka. Eting, menga baxshi gapirmasin. Bo'ldi, tavba qildik, bo'ldi. Kechirasiz. Shu gap rostmi? Dilshod? Bobur aka, va'da so'z beruvdingizku, vurichat qilaman deb. Birata. Ukam, faqat bugun emas. Bugun juda ham ishlarim ko'p. Bo'pti. Yur. Ketdik. Bo'laqa. Mana bu erkakcha gap. Rahmat Jasurbek. Ish sur'atini yana ham kuchaytirib borish kerak. O'tiring. Xo'p bo'ladi. Xo'sh, endi kun tartibidagi yana bir masala. Nastalin nomli kichik shu'ba korxonamizni ham hisobotini tinglab ko'rsak. Nima deysizlar? Juda soz. Marhamat. Shunday qilib biz tovar aylanishi bo'yicha buyurtmani 124% ga bajarib bo'ldik. Yarim yillik yakuni bo'yicha 15 million so'm foyda. Rejada qancha belgilangandi? 10 million so'm. Qisqasi, bankdan olgan kreditimiz to'lov grafikidan ancha ilgarilab ketib, hozirda kreditni deyarli 90% ni qaytarib berdik. Rahmat, o'tiring. Yaxshi, Aziz Mirzayevich. Dilshod. Mana bu qizchalar emasmi? Voy. Bobur aka yoting. Yoting, siz ko'rishmasin. Ular bu yerda nima qilishadi? Ularmi? Ular basinkib turishadi. Figuram chiroyli bo'lsin deb. Marhamat xo'jayin. Olib ketgan soat nechida keling? Hozir siz maytga ishlab turavering. Keyin o'zim qo'ng'iroq qilib chaqirtirib olaman. Xo'p bo'ladi. Savli. Qani Shahnoza uni? Pingi o'xsharkan. Ha, xuddi o'zi-ya. Bo'pti ojon, men ketdim. Mashg'ulotga ketyapsanmi? Vaqtliroq kelgin, a? O'rtoqlar bilan birga qaytaman. Men xavotirroq o'tirmang. Hop. Komissiyamizning navbatdagi yig'ilishiga xush kelibsizlar. Birinchi bosqich bo'yicha g'olib bo'lgan korxona vakillari ham mana shu yerda o'tirishibdi.
ularni tabriklaymiz. Rahmat. Endi navbatdagi bosqich haqida so'zni tender komissiyasining raisi Bobirjon Mahmudovdan eshitamiz. Marhamat. Rahmat Jahongir Namatovich. Bizni bugungi yig'ilishimizdan maqsad shuki, birinchi o'rinda e'tiborimizni mahalliy korxonalar ishlab chiqargan mahsulotlarni loyihasiga qaratishimiz lozim. Agar biz o'zimizni xomashyoga yaxshi e'tibor beradigan bo'lsak, yurtimizga ham foydali bo'ladi hamda mahalliy xomashyodan ishlab chiqarilgan mahsulotni jahon bozorida sotilishiga ham katta imkon ochib beramiz. Albatta, sifati ham shunga yarasha bo'lsa, bunda men komissiyaning rolini juda ham katta deb bilaman. Shunaqa degan. O'tir. Tenderda yutib chiqishimiz firmamiz obro'si uchun juda zarur. Qisqasi Suhrob, bu uchun kallang bilan javob berasan. Agar Azmirzayevichni dog'da qoldirmasam, Jamshid otamni boshqa qo'yaman. Jamshid aka, yana eshitishimcha tender komissiyasiga raislik qilayotgan Bobur degan yigit Aziz akani kuyovi ekan. Bo'lg'usi kuyov albatta. Juda soz. Yaxshi. Bunday bo'lsa, mana shu faktni o'ziga qarshi qo'llashimiz kerak bo'ladi. O'ylashimcha Suhrob har bir raqibni o'ziga yarasha nozik tomoni bor. Gapimni tushundingmi? Tushundim, xo'jayin. Boburga ham kalitimiz bor. Mana shu qushchani ishga solsak, barcha muammomiz hal bo'ladi, qo'yadi. Bo'pti. Bilib ishingni qilaver. Xavotirlanmang, hammasi okey bo'ladi.
Suhrob aka, chaqirtiruvmidingiz? Albatta. Men hozir kelaman. Kompyuterimni o'chirib chiqing. Ovora bo'lmang. Haligi Qani o'tiringchi. Anchadan beri siz bilan suhbatlashganimiz ham yo'q. Marhamat. Rahmat. Maftunaxon, yaqinroq o'tiring. Xo'sh, Maftunaxon, ishlar qalay? Rahmat, yaxshi. Ancha o'rganib qoldingizmi? Ha. Mana firmamizda deyarli yarim yildan beri ishlaysiz. Faqat negadir o'zingizni tortib yurasiz. Yo birontasi xafa qildimi? Hech kim xafa qilmadi. Ishim o'zimga yoqadi. Ha, mayli. O'zingizga yaxshi ma'lumki, sizni bizga tavsiya qilgan insonni biz shaxsan men juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun ba'zi bir masalalarda bo'lim boshlig'iga emas, to'g'ridan to'g'ri menga murojaat qilaverishingiz mumkin. Bizga sizdagi ishchan xodimlar, ayniqsa lobar qizlar juda ham kerak. Rahmat Suhrob aka. Bobur degan yigit siz bilan birga o'qigan. Institutda. Ha. Juda aqlli yigitga o'xshaydi. Har qalay tez o'syapti. Uni tender komissiyasiga rais qilib tayinlashibdi. Bobur meni do'stim. Uni juda ham hurmat qilaman. Xabaringiz bor. Bizning firma ham ushbu tenderda qatnashyapti. Boburni tanishingiz yaxshi albatta. Lekin loyihamizda ba'zi bir kamchiliklar bor ekan shekilli, o'tkazishmadi. Xullas, o'zingiz qarab bermasangiz bo'lmaydi. Axir vaqt kelib jiddiy ish bilan ham shug'ullanishingiz kerak-ku, to'g'rimi? Ha, bo'lmasam-chi, sizni ishonchingizni oqlashga harakat qilaman. Hali vaqt bor. Yaxshilab o'ylab ko'ring. Agar ba'zi fikrlar tug'ilsa, istagan paytingizda oldimga kirishingiz mumkin. Bor gap shu, hozircha bo'shsiz. Rahmat. Oxirgi kvartal hisobotimi bu? Ha, hammasini o'zingiz so'ragandek bajardim. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Qancha kredit berdingiz? 205 million. Yaxshi. Alo. Bobur og'ayni qalaysan? Bu men oltinman. Bormisan, ko'rmaysan? Ha, nima gaping bor edi? Sen ham jashishki bo'lib qolsanmi? Tezroq gapirgin, meni ishim juda ham ko'p. Ish hammada ham bor, og'ayni. Ertaga hashar yesingdami? Xo'sh. Nima xo'sh? Ikki qo'ling bo'sh. Kelasanmi, yana o'tgan galgidek hol qo'yasan? Shuni hozir gaplashish shartmi? Ishim ko'p meni. Keyin gaplashaylik. Voy bu. Mayli. Hali ham kutyapsiz. Endi iloj qancha? Mayli, siqilmang. Rahmat. Assalomu alaykum Jahongir Nig'matovich. Chaqirgan ekansiz. Nima ish bilan bandsiz, Boburjon? Hisobot yozayotgandim. Boburjon. Siz bilan men o'tirgan bu kursi bizdagilardan oldin ham qolgan. Bizdan keyin ham qoladi. Lekin mijozni ko'ngli qolish kerak emas. Tushunarlimi uka? Uzr Jahongir Nig'matovich. Bu ish boshqa qaytarilmaydi. Ming bor uzr, hammanglarni kuttirib qo'ydim. Marhamat, men bilan yuringlar. Hech qisi yo'q. Xayriyat, ishlagan mana bunaqa bo'pti. Hammamizni qabul qiladigan bo'ldilar. Marhamat, ayollar birinchi kiringlar. Ertalabdan beri qancha ishni bitkazgan bo'lardik.
Assalomu alaykum ada. Va alaykum Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Baribir. Dala holi mazza-da. Miriqib uxlagandan tong otganini ham sezmay qopman. Menga qara. Bu yerdan uyga qaytishimiz bilanoq qudalaringni yo'qlab kelamiz. Yaxshi bo'lardi. Anchadan beri ko'rishmadik ham. Aytganday, menga menimcha Nilufar opamning ham tug'ilgan kunlari. Men ham birga boring. U yerda sen nima qilasan? Bora qolsin. Yaxshisi o'qishingdan qolma o'g'lim. Ha mayli, borsang bora qol. Pochchayni singlisini tabriklab kelasan. Zumrasha. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bobur o'g'lim. Remont ancha cho'zilib ketdi-da. Mana ustalarni ketganiga bir hafta bo'lib qoldi. Endi mayda-chuyda ishlarni o'zing ham qilsang bo'lardi. Anam har yilgidek abituriyentlarga repetitorlik qilmoqchi edim. Maktabda qilsam ham bo'ladi-yu, shu direktorning oldida noqilaydi. Hamma yoq saranjom bo'lsa, ular bilan uyda shug'ullanardim. Sizlar bilmaysizlar. Ayollarning to'yga ketadigan xarajatlari ko'p bo'ladi. Hanna biroz yordam bo'ladi devdim-da. O'g'lim, o'rtoqlaring chaqirib bir hashar qilsang, men o'zim qo'l bola qilib oshlamlasan. Bahonada hamma yo'lni bitirib olardik. Ularni ham qo'li ishdan bo'shamaydi, ochig'ida. Shuni bila turib, bizani uyga hasharga boringlar deyishga ham odam xijolat bo'ladi. Shuning uchun bir nima deyishga ham hayronman hozir. O'rtoqlarim ham hammasi band. Bo'lmasa unda kelinglar, yaxshisi bozorga tushib, mardikor olib keling, yaxshi haq bersak, bir pasda bitirib ketishadi. O'g'lim, to'g'ri, bo'sh odam yo'q. Lekin bu hashar ota-bobomizdan qolgan udum. Qolaversa, oshnog'ayning mana shunaqa kunda yaramasa, qachon yaraydi? Ha, o'g'lim? Xo'p. Ha, onasi? Qalaysan? O'zingiz yaxshimisiz aka? Yo'qlatgan ekansiz. Qayoqda yuribsan? Biza yo'qlamaguncha o'zing bundoq ko'rinmaysan nima? Yo nima, aka kerak emasmi? Yo'q, nega endi? Ozgina ishlar bilan bo'lib, qo'l tegmay qoldi. Qachon desangiz, xizmatingizga tayyorman. Xo'sh, rozimisan? Soqqasi qancha bo'ladi? Nima? Hisobli do'st ayrilmas aka. Sen bola meni xafa qilyapsan. Avval ishni bajarib qo'yda, keyin puldan gapir. Uzr aka. Olasan o'sha pulingni ish bitsa. O'zi nima ish qilishim kerak? Gapimni eshitib ol. Xo'sh. Qandoq bo'lmasin tenderda yutib chiqishimiz kerak. Xo'p. Sen bizga konkurent bo'layotgan Nastarin firmasini tekshiradigan guruhga kirib olasan. Xo'sh. Kamchiligini topib, ishni cho'zib turasan. Kerakli joyga ularning ustidan shikoyat jo'natib yuborganman. Bir yo'l eski dushmanlaringdan ham alamingni olasan. Ha, endi u kezam og'izdagi oshni oldiradiganlardan emas. Bilaman. Sen ushlagan narsangni uzmasdan qo'ymaysan. Aytganlarimni qilsang og'zingga siqqanini beraman. Ha, yasha aka. Gap deganda mana bundoq bo'pti-de. Agar birov mani tanimaysan. Alo? Salom Bobur, qalaysan? Bu men Maftunaman. Yaxshimisan? Tabriklayman, katta ishga ko'tarilibsan. Rahmat. Bobur, sen bilan bir maslahatli ish bor edi. Bugun Anhor bo'yidagi kafe oldida uchrashdik. Nima deysan? Xo'p, 6:30 da. Yaxshi, kutaman. Osh pishirishi ham o'ziga yarasha gashti bor-da. Nimasini aytasiz adasi? Zebo. Labbay. Qizing nima qilyapti? Nima qilardi? Qizingizni bilasiz-ku, dala hovliga kelsa rasm chizadi. O'g'lingiz cho'milyapti. Ha, yaxshi. Mayli, qo'yaver. Adasi? Ha? Shu qizingiz oxirgi paytda rosa ko'p ishlavordi shekilli-da. Eshitdingmi? Nega unaqa deyapsan? O'zi anchadan beri sizga aytmoqchi bo'lib yuruvdim. Nimani?
Men qiziq Ziyoniga ishga kirsam devdim. Ha? Nima deysiz? Gapingni tushunmadim. Har holda sal-pal ish bilan ovora bo'larmidim. Bir kamim endi sani ishlashing qoluvdi. Hayhotdek uyda yolg'iz bir o'zim nima bilan shug'ullanishimga ham hayronman adasi. Zebo. Men nimaiki ish qilgan bo'lsam, sani deb qilganman. Bolalarning tarbiyasi juda katta ish. Sen uyda bo'lsang, meni ko'nglim tinch. Doringizni ichib olmasmi? Yo'q. Ha, aytgancha, Zebo. Esingdami? Nima? Eski shahardagi hovlimizni. Esimda. Kichkinagina uycha edi. Ikkita mehmon chaqirsang, biri siqsa, biri ko'chada qolardi. Xudoga beadad shukr. Mana, Xudo beraman desa hech gap emas ekan. Xudoga shukr. Bu kunlarga yetishguncha Zebo. Adasi. Ha? Kecha ayol qudamiz bilan telefon orqali Nima gaplashdim. haqda? To'y masalasida. To'yni ixchamroq qilsak, sizlarga ham ma'qulmi deb so'rab qoldilar. Mayli, Sevgi izhor qilishyaptimi? Kim biladi? O'zim aytaman dedim. Shunga nima deysiz? Hozir to'ylar ikkala tomonni o'zaro kelishuv bilan bo'lyapti. Ha, endi biz ham qudalarimizni ko'ngliga qaramasak bo'lmas. Xo'p, mana endi oshni damlasak ham bo'ladi. Yarim soat o'tar o'tmas suzamiz. Yaxshi. Ungacha sen dasturxonni tayyorla. Maftuna. Iya, qalaysan? Salom. Biroz kech qoldim, uzr. Hechqisi yo'q, kutsak kutimizda. Xafa bo'lma. Sonlari yaxshimi? Xudoga Qachon shukr. yaxshi yuribdimi? Rahmat. O'zing ishlaring yaxshimi? Ha, rahmat. Yaxshi yuribsanmi? Endi ishlarim ham juda ham ko'p. Uchrashuvimiz ham xayolda yo'q. 15 daqiqagina vaqtim bor, xolos. Uzr, xafa bo'lmaysan. Endi o'zingdan qolar gap yo'q, Bobur. Bizning firma ham tenderda qatnashyapti. Birinchi bosqichdan o'tdik. Shu ikkinchi bosqich hujjatlari bilan men shug'ullanyotgandim. Mayli, Maftuna. Har kuni soat 4 dan keyin ishxonamga o'tsang, o'sha yerda gaplashib olamiz, xo'pmi? Bo'pti. Bo'pti, xayr. Xayr, ko'rishguncha. Bobur, Ruxshonaga mendan salom aytib qo'y. Albatta aytaman. Voy, kim bor? Oyi? Oyi, mehmonlar kelishdi. Xudo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz borib bizni qarzor qilib qo'ydingiz. Endi biz ham bir yo'qlab kelaylik dedingiz-da. Assalomu alaykum. Bizdan o'tgan bo'lsa. Arsli bo'lsin. Qizim, tabrik. Qani marhamat qilasizlar. O'ziga gap bemor, atoyi Xudo deydilar. Ilohi amin. Ilohi amin. O'rnimiz yo'qolmasin. Mana shu birgalikda qilayotgan to'yimizga ko'z tegmasin. Ilohi amin. Ikki yosh baxtli bo'lsin. Qo'shgani bilan qo'sha qarasin. Allohu akbar. Amin. Allohu akbar. Xudo yaxshi bo'ling. Xushbaxt bo'ling. Nastarin firmasimi bu? Ha? Salom, yaxshi qiz. Xo'sh, xizmat. Yaxshimisiz? Sizga ruxsat. Uzr. Kechirasiz.
Ha, aytganday, bu yigit taftishi inspektorimiz Mardonbek. Shunaqa. Kelishimizni boisi xorijiy firmalar bilan mana shu korxonangiz o'rtasidagi eksport va import operatsiyalari bo'yicha tuzilgan barcha shartnomalar, haligi to'lovlar, kreditlar va boshqa shu bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'rib chiqamiz. Sizni ismingiz adashmasam Ruxshona. Ha. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Azmirzayevich uydamilar? Ha, uydalar. Iltimos, chaqirib bering. Ha, xo'p. Zaruriy ish chiqib qoldi. Xo'p, hozir chaqiraman. Adasi sizni. Kim ekan? Lolaxon. Damogani ham qo'shmaydi, olib ketchi. Alo. Aziz aka, tezda yetib keling. Tekshiruvchilar kelishdi. Xo'sh, qaysi tashkilotdan kelishibdi? Bilmadim, omborxonalarni ham muhrlashdi. Nima? Shuning uchun o'zingiz keling deyapman-da. Hozir boraman. Iloji bo'lsa, bosh hisobchini yoniga kuzatib qo'ysangiz. Marhamat, yuringlar. Yo, siz meni tushunmadingiz shekilli. Bu kishi qoladilar. Men esa sal kechroq kelib bir xabar olarman. Birinchi kun natijalari bilan tanishib chiqaman. Iltimos, hech qayerga ketib qolmassiz. Chunki shu ish yuzasidan ba'zi bir savollar tug'ilib qolishi mumkin. Keyin yana sizni qidirib ovora qilmaylik deyman-da. Kelishdik-a. Unday bo'lsa, menga ruxsat. Yaxshi. Mardonbek, endi bu yog'ini o'zingiz amallaysiz. Marhamat, choydan ichinglar. Rahmat. Assalomu alaykum. Salom. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Marhamat, o'tiringlar. Xo'sh, xizmat. Azmirdan choydan iching. Tezkor tekshiruv guruhi Rahmat, rahbari bu Ismatov siz. bo'laman. Xo'p. Bu kishi meni yordamchim Xoliqa. Juda soz. Mana. Sizni firmangizda tekshiruv o'tkazish uchun buyruq. Tanishib chiqishingiz mumkin. Eshitaman. Bizdagi ma'lumotlarga ko'ra, sizni firmangizni omborida respublikamizga noqonuniy ravishda olib kirilgan tovarlar saqlanayotgan ekan. Shunaqa deng. Afsuski shunday. Hozir bizni xodimlarimiz hamma sexlarni keyin xonalarni muhrlashyapti. Endi azizaka tartib qoidasi shunaqa. Ha, tushunaman. Bundan tashqari buxgalteriya. Keyin bizga kerak bo'lgan hujjatlarni ham hamda kompyuterlarni ham tekshirishimiz uchun xodimlaringizga ko'rsatma berishingizni aytmoqchi edim. Marhamat. Tekshirib chiqishinglar mumkin. Munisxon. Eshitaman. Labbay Azmirzayevich. Munisxon, menga Lola Akbarovnani chaqirib bering. Xo'p bo'ladi. Hormang Maftunaxon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ishlar qalay? Rahmat, yaxshi. Yangi loyiha bo'yicha sizga berilgan hisob-kitobni qaytadan ko'rib chiqdingizmi? Axir bir necha kundan keyin hujjat qabul qilish to'xtaydi. Suhrob aka, men soliq stavkalari, bank foizlari va boshqa majburiy to'lovlar bo'yicha ham aniqlik kiritishim kerak. Tezlashtiring Maftunaxon. Mukofot bor. O'ylaymanki, yana 2 kundan keyin men o'z yo'nalishim bo'yicha loyihani bitirib beraman. Keyin Suhrob aka, agar ruxsat bersangiz, Bobur yoniga borib kelsam, ba'zi bir savollarim bor edi. Nima deysiz? Mayli Maftunaxon, endi Bobur bilan orani yaqin qilavering. Hali u bizga kerak bo'ladi. Chaqiruvmidingiz? Lolaxon. Eshitaman, Aziz Mirzayevich. Bu do'stlarimizga bosh hisobchi bilan birgalikda hamma kompyuter ma'lumotlarini va hujjatlarni ko'rsatsangiz. Xo'p. Hozircha bo'lsiz. Yaxshi. Katta rahmat azizaka. O'ylaymizki, hammasi joyida bo'ladi. Albatta. Lekin siz ko'p ham siqilavermang. Biz bu yerda 3-4 kunlik mehmonmiz. Agar hammasi joyida bo'lsa, tekshiramiz va ketamiz. Baraka topkurlar. Meni tekshiruvdan cho'chiydigan joyim yo'q.
bemalol xohlaganinglarcha tekshiraveringlar. Faqat shu esinglarda bo'lsin. Bizi korxonamiz ko'pgina xorijiy tashkilotlar va firmalar bilan hamkorlik qiladi. Xudo ko'rsatmasin, agar ular nazarida firmamizga nisbatan biror bir shubha uyg'onsa, bizni yillab orttirgan imijimizga putur yetishi mumkin. Lekin ishonchim komilki, sizlarning bu tekshiruvlar bizni korxonamizning obro'sini yana bir bor mustahkamlaydi. Yaxshi. Biz ham shu fikrdamiz. Marhamat, ishni boshlashinglar mumkin. Tushunarli. Rahmat. Alo? Ruxshona, yaxshimisan? Assalomu alaykum, rahmat. Nega kun bo'yi qo'ng'iroq qilmading? Uzr, ishlar bilan bo'lib, Uchrashamizmi bugun? bilmadim agar Qayerdasan hozir? men uyda edim jonim. Nima bo'ldi? Bilmadim, mazam yo'q. Nimaga, Salim? Charchaman shekilli. Mana ko'rdingmi? Aytsam quloq solmaysan. Senga har doim gapiraman, bunaqa ko'p ishlamagin deb. To'ydan keyin rahbarlikni boshqa odamga topshirishing kerak. Menga seni sog'lig'ing kerak. O'zim mehribonam. Sizni jonimdan ortiq ko'raman. Manchalik sevmasang kerak. Tuzalvali qo'ng'iroq qilaman. Og'ashingni intizorlik bilan kutaman. Bo'pti, mayli. Xayr. Xorneyla. Yaxshimisiz Ruxshona? Charchamadingizmi? Yo'q. Biz yigit qiynab qo'ymagandir-a? Men esa juda charchadim. Keldingizmi Sarvar aka? Xo'sh. Mana bugungi tekshiruv natijalari. Sizga ruxsat. Ertaga davom ettiramiz. Mayli, yaxshi qolinglar. Xayr. Adashmasam bosh hisobchi bo'lsangiz kerak-a? Ha. Agar Ruxshona ruxsat bersalar, siz ham ketishingiz mumkin. Mayli, siz boring. Xorijdan sotib olingan uskunlarning narxlari Tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligida tasdiqlanganligi haqidagi hujjatlar yetishmayapti. Bu masalani Ruxshona qaytadan ko'rib chiqishimiz kerak. Ha, aytgancha, boya o'sha vazirlik qoshidagi komissiyaga so'rovnoma yuborgandim. Kontraktlar to'lovi bank krediti hisobidan bajarilganligini nazarda tutsak, bu yerda narxlarni atayin oshirib ko'rsatish hisobiga imtiyozli kreditni o'zlashtirish alomatlari mavjud. Bu esa jinoiy javobgarlikka olib keladi. Kechirasiz-ku. Menimcha sizni bunaqa deyishga asosingiz yo'q. Bu o'zingizning shaxsiy fikringiz bo'lsa kerak. Ruxshonaxon, nima bo'lgan taqdirda ham sizga yordam berishga harakat qilaman. Axir biz tekshiruvchilar ham odammiz. Bizda ham yurak bor. Sizdek go'zal, dilbar qizlarni ozor chekishiga yo'l qo'yib qo'ymaymiz. Hammasi o'zingizga bog'liq. Sarvar aka, qanday bo'shni qat'iy nazar. Menimcha kech bo'ldi. Meni uyimdagilar xavotir olishadi. Haqiqatan ham kech bo'pti. Mayli, sizni o'zim kuzatib qo'yaman. Har qalay yo'limiz bir. Marhamat. Yo'q, rahmat, o'zim ketaveraman. Xo'p, deyimdi. Tashabbuti. Sizga bir xizmat qilsak qimmizda. Qani? O'tiring. Hoppa. Siz ham ancha urintirib qo'ydingiz Ruxshonaxon. Nachora xizmatchilik. Bahonada meni tanishib oldik. Bu yog'iga biron bir xizmat bo'lsa, biz tayyor. Xudoga shukr, maqtamayman-u, lekin qo'limni qayoqqa uzatsam yetadi. Hozir
har qanday vaziyatdan baliqqa o'xshab sirg'alib chiqib ketishni bilish kerak. Mana men, agar birov kelib orqamdan bir tepsa ham, "Aka, oyog'ingiz og'rimadimi?" deyman. Ochig'i, siz haqli bo'lasiz. Lekin Boburni tanlab bekitamiz. Hozirgi paytda abonent apparati o'chirilgan. Iltimos keyinroq qo'ng'iroq qiling. Bunaqa pejorlar bilan yashash qiyin. Nima deysiz? Doniyor aka. Ha, Boburjon. Mana shu chetroda to'xtatib oling. Tinchlikmi olib borib qo'yaman? Yo'q, o'zim bu yerda. Alo. Salom Bobur, yaxshimisan? Ha, Maftuna. Bobur, anu loyiha yuzasidan yana yordaming kerak bo'lib qoldi. Ishxonaga kelur, men ishxonadaman. Unda 1 soat ichida yetib boraman, xo'pmi? Xo'p. Assalomu alaykum Jahongir. Va alaykum Chaqirgan ekansiz. Ishlar qalay, Boburjon? Rahmat, yomon emas. Sizni chaqirishimdan maqsad tender komissiyasining nomiga shikoyat tushgan. Ustingizda. Shikoyat? Shikoyatda yozilishicha, siz tender komissiyasida hammaga ham bir xil munosabatda bo'lmayotganimizsiz. Bo'lmagan gap. Kim aytdi buni sizga? Bo'lajak qaynatangiz Aziz Mirzayevichga Jahongir Nig'matovich nahotki meni ko'proq yon bosyapganimizsiz. Shu gap rostmi? Mana axir qizishmang. O'tiring, o'zingiz bosing. Men sizni ayblayotganim yo'q. Lekin bu bo'xton. Demak, gap bunday. Hozircha bu ishni Nasibaxonga topshiramiz. Siz esa bundan ham boshqa ishingiz ko'p, yetarlik. Xo'p bo'ladi, Jahongir Nig'matovich. Bora qoling. Ishingizdan qolmang, Boburjon. Assalomu alaykum, Ruxshona opa. Salom. Tekshiruvchilar kelishmadimi? Yo'q, kelishmadi. Mana ertalabki pochta. Rahmat. Siz ikki soxta muhabbatning birisiz. Do'stingiz. Alo, Bobur aka. Ha, nima gap? Siz bilan uchrashishim kerak. Ha, esingizga tushib qoldimmi? Dabdurustdan ko'rgin kelib qopti. Sizga gapiradigan gapim bor. Hozir vaqtim yo'q, Ruxshona. Shundoq ham o'zi ishim boshimdan oshib yotibdi. Unda o'zim boraman. Bundan tashqari favoralarning Ishlar qalay, Bobur? Kel Maftuna. Yaxshimisan? Ha, rahmat. Sog'liqlaring yaxshimi? Iye, mazang yo'qmi? Ha, shunaqaroq. Bilmadim, bugun nimagadir boshim qattiq og'riyapti. Ko'p ishlavordim, Bekorga unda deyman. seni ovora qilmanda. Shu ishni ertaga qoldiraylik. Xafa bo'lmagin mendan, xo'pmi? Bo'pti, siqilurma hadeb endi. Xudo xolisa hammasi yaxshi bo'ladi. Bo'lmasa ertaga yana qo'ng'iroqlashamiz. Bo'pti. Bo'pti. Xo'p, xayr. Xayr. Dad. Siz meni tanimadingizmi? Yo'q, tanimadim. Esizdami? Men Bobur aka bilan sizlarni bitirib kechalarga borgandim. Yo'q. Qarang. Endi tanidim. Qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'z Bu qiling. yerda nima qilyapsan? Ha, birdan oldar keldim. Kayfiyatlar yo'q ekan, shunga bir ko'nglarni ko'taray dedim. Ya. Yaxshimisiz, biratan? Men senga necha marta aytganman, bu yerga kelmagin deb. Bobur aka haligi anavi Maftuna, iltimos, shu bolani o'zing bilan olib ketgin. Xo'p. O'zi sani qulog'ingga gap kiradimi, yo'qmi? Uzr, biratan. Yo'l pulda adashurmasin tag'in, xo'pmi? Bo'pti, mashinaga sovuraman, xotirman.
Ruxshona, yaxshimisan? Tinchlikmi? Bore.
Menga qara og'ayni, men birovga so'z berdimmi, albatta ustidan chiqaman. O'zing bilasan, men ham uncha-muncha odamni gapiga kirib ish qiladiganlardan emasman. Qolaversa, Bahrombek, men bor ekanman, qo'rqma. Yasha og'ayni. Qani marhamat. Qani. Rahmat. Bu Azizbek bizni biznes plan nima bo'lyapti? Biz hujjatlarni qaytadan ko'rib chiqib tayyorlab qo'ydik. Marhamat, qolgani o'zingga havola. Men bu hujjatlarni oldin ham bir marta ko'rib chiqqandim. Bu xo'sh. Ancha o'zgartirishlar kiritibsizlar. Agar ishimiz shunaqa ketadigan bo'lsa, yomon bo'lmaydi. Ha, xudo xolasa. Ha, haligi seni bo'lajak kuyoving to'g'risida har xil gaplar yuribdi. Nima gap? Tinchlikmi? Bu tenderga raislik qilishdan uni ancha chetlashtirib qo'yishibdi, og'ayni. Xabaring yo'qmidi? Men endi eshitganimni gapiryapman. Barakalla, davom ettiravering. Alo. Assalomu alaykum Jahongir Nig'matovich. Ishlaringiz yaxshimi? Sizdan tender masalasida so'ramoqchi edim. Tender komissiyasiga Nasibaxon degan tajribali xodimimizni jo'natganmiz. Bemalol qanaqa savollar bo'lsa gaplashishingiz mumkin. Jahongir Nig'matovich, biz bu tender ishida qatnashmaydigan bo'ldik. Hujjatlarimizni qaytarib olamiz. Shu yerda Aziz aka o'zingizga o'xshamadingiz. Menimcha sizlarda loyiha puxta ishlangan. O'ylaymanki, bu fikringizdan qaytasiz. Men shunday qarorga keldim. Hali vaqt bor. Omon bo'ling. Keyin gaplashamiz. Xo'p, xo'p. Assalomu alaykum adasi.
Yaxshi keldingizmi? Adajon. Qizim. Bilasanmi kimni dushmani bo'lmaydi? Hayotda hech kimga kerak yo'q odamni. Nima bo'ldi? Nilo. Yuring. Turing. Qayoqqa? Turing aka. Yuring, yuzingizni yuvib olamiz. Yo'q, shart emas. Adam oyim bo'lib qolishmasin. Yuring. Yuzingizga yuvib olasiz. Ana, yaxshi. Boshingizni tiqing. Nima qilyapsan? Aka, adam bilmasinlar. Joyingizga kirib yoting. Sanki man hozir. Qizim, sen borib yotur. Boboda. Shu orzu havaslar bilan bola chaqa qiyamidi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kechiring meni ada. Mana erkak kishiman. Tushunaman. Lekin bu nimasi? Boshimni qaysi devor yurishi bilmayapman ada. Sen boshingni qaysi devorga urishni bilmasang, onang cho'llik bilan bizni boshimizni uyarib tashlashimiz kerak ekan-da. Biz seni boshing devorga urish uchun o'stirmaganmiz. Mard odam aroda alamini olmaydi. Onang bilan meni haqorat qilishga haqqing yo'q. Kechiring ada. Hayot o'nqir cho'nqirlardan iborat. Oğlum. Oğlum. Bir odamdan so'rashgan ekan. Ota nechiga kirdingiz deyishsa 50 ga debdi. Ha ko'rinishingizdan 80-90 ga kirganga o'xshaysiz deyishsa bolalarim bor. Odam o'zi qaramas ekan. Tegan ekan.
Nilfarxon, jahl ustida siz tag'in kirib, Ruxshona opamni xafa qilib qo'ymang. Ayollarning ko'ngli nozik bo'ladi. Ularni o'ziga qo'yib bering. Voy! Kechirasizlar. Voy, roziman. Iltimos, Garri Potter, ko'ziga qarab bering. Odamni ham qo'rqitib yubordingiz. Agar men ham shunaqa ahvolga tushib qolsam, bilmadim nima qilardim. Sevgan qizing tushunmasa qiyin-da. Garri Potter ko'ziga qarab. Voy. Mana ko'z oldimizda yer tortish kuchi. Bilasanmi, asoschisi kim? Kim? Nyuton. O'sha Nyutonning ham ko'zini taqsi kerakdi. Ay. Mana bu fasonlarni buyurtmachiga ko'rsatib, xo'p, agarda yoqsa, aytgan vaqtiga ulgurib Yursangiz-chi? Turdimi? Yaxshi. Men ertaga borib buyurtmachi bilan shartnomani tuzib kelaman. Juda soz. Kelinglar. Endi Garri Potter, siz ana yerga borib turing. Xo'p. Salom Dilshod. Yaxshimisiz Ruxshona opa? Sizga ruxsat. Xo'p bo'ladi. Xo'sh. Endi o'rtoqlar gap bunda. Siz Nilufar opamni taniysiz degan umiddaman. Salom, Maftunaxon. Ishlar qalay? Yaxshi, rahmat. Hammasi joyida. Men topshirgan vazifani bajarib bo'ldingizmi? Hali tayyor bo'lgancha yo'q. Ba'zi bir masalalar bo'yicha tender darajasida biroz aniqliklar kiritishim lozim. Menga qarang, Maftunaxon. Bu juda ham nozi baland qizga o'xshaysiz-u, lekin bir arzimagan ishni hali ham bajarib bo'lmabsiz. Ochig'i, bizni sizdan umidimiz juda katta edi. Afsus, ishonchimizni oqlamadingiz. Loyiha bo'yicha bajargan ishlaringizda noaniqliklar juda ham ko'p. Nimasini ko'rib chiqdingiz, hayronman. Sizning variantingiz menda turibdi. Boshqa guruh bajargan loyihani allaqachon topshirib bo'ldik. Birinchi Maftunaxon Bobur bilan kamroq uchrashing edi. Tushundingizmi? Endi u bizga kerak emas. Raislikdan chetlashtirishibdi uni. Ikkinchidan, har xil gaplar yurganimiz sizlar to'g'ringizda. Nima? Suhrob aka tushuntirib ayting, qanaqa gaplar? Allo. Ha, ishxonadaman. Yaxshi, kelavering, gaplashamiz. Baby, you give it to me, I give it to you. I know what you want, you know I will. Voy, Janchka. Dilshod? Yur ichkariga. Yaxshi. O'tir. Mana. Xo'sh, qalaysan? Qani bu yoqqa yurchi. Tezroq bo'l.
International firmasi rahbari Rahim Fayz Mirzayevich soxta tadbirkorlik bilan shug'ullanib, tovarlarni respublikamizga yashirincha olib kiryapti. Voy ablahi. Respublika tender komissiyasiga bo'lg'usi kuyovi Bobur Mahmudovni rais qilib saylatib qo'ygan. Bu yerda nima qilyapsiz? Yo biron narsa qidiryaptilarmi? Ko'zlaringiz nega bejo desam, gap bu yoqda ekanda. Menga qara, nimani isbotlamoqchisan? Sen eng yaqin dugonangni bo'lajak eriga jazmansan, shuni bilasanmi? Yo Bobur bilan shunchaki faqat ish yuzasidan uchrashib yurmaganingni hech kim bilmaydi deb o'ylaysanmi? Gap bunday. Hujjatlarni ber menga. Ahmoqlik qilma, baribir hech narsani isbotlab bera olmaysan. Ber bu yoqqa. Agar gapimga kirsang, seni bo'lim boshlig'i qilib tayinlayman. Menga ham yoqasan. Xo'sh, qani o'zing aytchi, nima qilasan o'sha mishqillarni? Men bilan yeganing oldingda, yemaganing ortingda bo'ladi. Bera qoq hujjatlarni. To'xta, qayoqqa? Mana senga. To'xta, qanjiq. Hujum. Hammasini kompyuterga tushirib, bankaga topshirdim. To'g'ri papkani ochdimmi? Mana hammasi mana. Alo, eshitdimi? Nodir Murodovich chaqirib yuboring. Qo'mitadan. Nodir Murodovich, sizni qo'mitadan so'rashyapti. Rahmat. Eshitaman. Nodirjon, ishlar qalay? Bu men Qodir akaysman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tekshiruv oxirlab qoldimi? Ha, deyarli hamma hujjatlarni ko'rib chiqdik. Xo'sh. Taftish natijalari ham ma'lumotda keltirilgan faktlarni tasdiqlamadi. Shunaqa deng. Endi nima qilmoqchisiz? Menimcha, Xo'sh. bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi. Ochig'i, men ham shu fikrdaman. Unda vaqtni bekor o'tkazmang. Tekshiruvni to'xtatinglar. Mashinadamisiz? Ha. Bo'lmasa ishdan keyin qo'mitaga kirib o'ting. Xo'p, yaxshi. Tadbirkorlarning faoliyatiga aralashmasligimiz kerak. Xo'p bo'ladi. Ko'rishguncha. Xo'sh. Nima qildi endi? Ishlar chatoqi, o'rtoq direktor. Aytib qo'yay. Biz yig'gan materiallar bemalol bitta jinoiy ishga yetadi. Faqat o'zingizni aybingizni tan olib, bitta tushuntirish xati yozib bersangiz bo'lgani? Nima? Men tushuntirish xati yozib beraman, lekin hech qanday aybim yo'q. Ochig'i, sizni tushuna olmayapman. O'zi nima xohlayapsiz? Yo'q joydan ayb qidirib? Ruxshona, kimni qizi ekaningizni yaxshi bilaman. Lekin hozir men yordam bermasam, adizam yordam berolmaylar. Keyin menimcha ularning o'zlariga ham jinoiy ish ochiladi. Ruxshona, men bilan
qo'pol gaplashib katta xato qilyapsiz. Men sizga uzr. Ha, eshitaman. Sarvar og'ayni, tekshiruv to'xtatildi. Xo'jayin seni so'radi. Nimaga? Bilmadim. Bu narsa uyushtirilgan ekan. Hozir hammanichi qo'mitaga yig'ishyapti. O'zimiz xodimlardan kimdir bu ishga aralashgan ekan. Shuni aniqlab, chora ko'rishmoqchi. Tezroq yetib kelgan og'ayni. Qolganini shu yerda yotqib bilan tushuntirib beraman. Ha, 20 daqiqadan so'ng-chi, majlis boshlanadi. Tushunyapsanmi? Tezroq bo'l. Uzr Ruxshonaxon, zarur ishim chiqib qoldi. Xo'p, mayli. Men ketdim. Diraz International firmasi rahbari Rahimov Aziz Mirzayevich muntazam ravishda katta miqdordagi tovar boyliklarini respublikamizga yashirincha olib kiryapti va daromadini davlat soliq qo'mitasidan yashirib kelmoqda. U Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki tomonidan xususiy firmalar o'rtasida o'tkazilayotgan respublika tender komissiyasiga ham tanish bilish orqali bo'lg'usi kuyovi Bobur Mahmudovni rais qilib saylatib qo'ygan. Kerakli barcha ma'lumotlar ilova qilingan. Maftuna, to'xta! Maftuna, meni kechir. Ruxshona, men sendan xafa emasman, ko'rishamiz. Biznes plan tayyor. Ko'zdan kechirib chiqishingiz mumkin. Boshqa hech qanday muammo yo'qmi? Yo'q, hammasi joyida. Xo'sh, nima deysiz? Aziz Mirzayevich, biz tomonidan taqdim etilgan loyihani Yevropa taraqqiyot va tiklanish banki ma'qullagani haqida xabarnoma keldi. Qanaqasiga? Biz qatnashmaymiz. Arizani qaytarib olinglar degandim-ku, a?
loyihamizni muhokamaga qabul qilishdi. Axir Kechirasiz Aziz Mirzayevich. O'shanda men Jahongir Nig'matovich maslahatlari bilan komissiyadan qaytib olmagandim arizani. Keyin ular sizga o'zim tushuntirib qo'yaman deb va'da bergandilar. sizni qarang-ku. Qoshiqlarni ushlading? Qasqlarni nonni ushatding Ravshan, qoshuqni ol bu yoqqa. Qoshiq sho'qliq bir turli tayyorlangan. Oldi olmasang. Mana nima qilasan ko'p gapirib. Kelib qolar. Hay yigitlar, tabijoninglar sog' bo'lsin. Qanosh tayyor bo'ldi. Qani bir maza bosh yeylik. Buni qiynamasdan. Haligi No, anaqsa haligi. Qanday joyda olinglar. Keling onam bilan o'tirib o'zinglar bosh yeb olinglar. Charchadim. Ha, xo'p. Endi yigitlar, men o'g'limning nomidan ham uzr so'rayman. Mahkam aka, qizimsiz. Avvalo sizlarga ming rahmat. Mahkam aka, begona emasmiz-ku, mahkam aka, behijolat. Endi ular hali yosh. Ikkalasi aylanishib yurgan tur. Tur. Bo'ldi. Ishqilib, baxtli bo'lsin. Mahkamaga boshla bering. Qani oldik. Bismillahirrohmanirrohim. Qani. Xumbaragini ye. Choy keyin ichamiz. Qani. Bismillahirrohmanirrohim. Ravshan, shaydan quyish. Nafas olib yelaring. Qani yigitlar, choydan ichinglar. Hali salatni vaqtida. Mahkamaga o'zingiz ishingiz. Gaplashdik. Hal qildik. Uni ko'rib gaplashaman. Ko'rmasdan qanday gaplashaman? Kevaman o'zim. Hal qildik. Hop, bo'pti. Gaplashamiz. Xo'p, jonim. Qochoqni olib keldim. Assalomu alaykum Jamol aka. Qalaysan? Sekinroq qo'limni sindirasiz, Jamol aka. Qo'ling sinadimi? O'zimiz yo'qlamasak, akalarim bor edi deb biz tomonga kelmaysiz-mi, ha? Jamol aka. Men o'zim kelayotgandim. Yo'lda ularni akalardan xabar olmaysan. Ha sendaqa ukani boridan yo'g'i yaxshi. Men kechiringlar. Qo'lingni tut. Qachon? Aniqni ayt. Bolalar olib kelib bersin. Men keyin olib kelib beraman. Meni to'g'ri tushuninglar. Ertagami? Bilmadim men. Ha? Men olib kelib beraman. Iltimos, menga ishoning Jamol aka. Kunini ayt. Bu yigitaling hali to'laydiganga o'xshamaydi-yu. Qaramaysanmi? Jamol aka deb yig'lagan. Oka, qilib beraman men, ishoning. Qo'lingni tut. Shunaqa degan. Oka, qilib beraman. 15-kuni aniqi. Qachon deyapman? Qani turoningda, tur. Oka, bo'ldi, iltimos, urmanglar. Qilib beraman hammasini. Mana! Ey, nima qilasizlar? Bor yo'qa. Qo'ysanglar-chi. Qo'lingdan qomatyapman. O'ldirib qo'yasizlar axir. Urmanglar. Yo'qol deyapman-sen. Sanmisan? Mana! Qalay.
Endi mahkamaga bu rahbar bo'lishi ham o'ziga yarasha nozik, qiyin tomonlari bor. Mana men o'zimdan qiyos qilaman. Hamma meni o'ylaydiki, ertalab butun nonni qaymoqqa botirib yeydi-da, keyin bozorni bir aylanib chiqib, paketni shundoq mashinaga bosib, choyxonaga borib maishat qiladi. Lekin men tini bilmayman aka. Uyga qaytishim kech 11-12. Mahkamaga. Mayli, siz ham charchadingiz. Endi biz ham boraylik. Mashinada olib borib qo'ya qoling. Siz ovora bo'lmang. Biz o'zimiz oyog'ini chigilib yozib, sekin ketaveramiz. Rahmat Xo'p, yaxshi maqsad. qil. Rahmat. Xo'p aka. Yaxshi kunlaringni qaytaring. Sog' bo'linglar. Xo'p. Yaxshi qo'y. Yaxshi bo'linglar. Rahmat. Sog' bo'linglar. Xo'sh, endi menga qara Oltin. Bobur oxirgi payt ancha o'zgargan. Bir o'rtaga olib gaplashmasak bo'lmaydi. Ey, Ravshan! Hamma jamoat qilavermaysan o'zi. Balki jimish chiqib qolgan shior. Qayerdan bilasan sen? Xudo biladi. Allo. Qanday bolasan sen? Ey, jim turlaring. Ha. Bobur kasalxonada, reanimatsiyada yotibdi. Rostdanmi? Ha. Ahvoli qanaqa? Ahvoli juda ham og'ir. Tezda 16-kasalxonaga yetib Ha, keling. hozir yetib boramiz. Tinchlikmi? Tinchlikmi? So'ylasa ne bo'ldi o'zi? Nima bo'ldi? Bobur falokatga uchrabdi. Ne? Nima? Reanimatsiyada ekan. Ahvoli og'ir ekan. Yo'q. Keyin yetamiz. Ketdik. Kasalxonaga ketdik.
Yo'q, nima edi? Unda hozir kasalxonaga borib, Bobur akangni ko'rib qaytamiz, o'g'lim. Yaxshi bo'lardi. Mana ovqatimiz ham sovimaydigan bo'ldi. Yaxshilab o'rab olsak, issiqqina boradi-da. Ey Xudo, ishqilib tinchlik bo'lsin. Alo? Adajon, akam ahvollari yana ham og'irlashdi. Buni ko'rib oyim o'zlaridan ketib qoldilar. Tezroq yetib keling Adajon. Ona qizim, men hozir yetib boraman. Sen akangni oldan ketmagin. Yo'q, men hozir yetib boraman. Yo'q, qo'rqma qizim. Doktor qaryaptimi oyingga qizim? O'zlaridan chiqarib yuborishdi. Voy. Dilshod o'g'lim. Yur bolam. Yur. Ekonomistlar orasida konkurs bo'ldi. Shunda birinchi o'rinni oldim. Juda ham yaxshi. Rahmat. Shunga mashina sovg'a qilishdi. Nexia. Shuni siz haydab yuring-da. Mani o'g'lim shunaqa biznesmen bo'lib ketadi deb sira ham o'ylamagandim. Japasga urvordingiz-da. Oddiyroq qilib bu dushi multimillioner deb qo'yavering. Ey yaratgan egam. Bitta o'g'limmi? Bolajonim asra. O'zingdan boshqa xaloskorim yo'q. Mendan keyin uyimni chirog'ini yoqib o'tiradigan shu. O'zing bilasan yaratgan. Bog'ga berib, halol ichirib, soflikka, to'g'rilikka o'rgatdim. Ularni hammasini bilganida. Nahotki, o'zing asra yaratgan. O'g'limni asrab qoldim. Sizlardan Mahkam dada. Yürü. Tezroq boraylik. Yur oğlum. Akeni oldiga boramiz, yur. O'ylab ko'rsam, siz qizlarga ham qiyin ekan. Agar birovni sevib qolsanglar, buni ochiq ayta olmaysizlar. Mana meni ota-onamni olaylik. Turmush qurishganiga 25 yil bo'pti-yu, lekin biron marta ham bir-birlariga sevaman deb aytishmagan. Buni endi shart emas. Chunki sevgan kishingizni ko'ziga qarab turib bilib olishingiz mumkin. Demak, yigitlar menga o'xshagan fahm farosatli bo'lishlari kerak ekan. Ha? Tavba. Suvdagi aksing ham juda ham go'zal. Qani ko'zlarimga qarachi. Yo tavba. Ko'z degan ham shunchalik olov bo'ladimi? Odamni kuydirib yuboray deydi-ya. Bo'ldi, hadisdan oshmang. Shoshma, bundan chiqdi ko'zlar aldamaydi demoqchisan-da. Hech qachon. Nimaga ko'zingni ochasan? Bilsang, o'tli nigohingda faqat o'zimni ko'ryapman. Shunaqa. Kim ko'zlarimga qarasa, unda faqat sizni ko'radi. Lekin bu o'tga hech kim dosh bera olmaydi. Ha, shunaqa degan. Voy, kulyapsizmi? Bo'pti, unda gapirmaganim o'zi. Yo'q, gapir jonim, gapir. Sen gapirganing
aytganda, meni orzularim bitta ushaladi. Sen gapirsang, meni yashagim keladi. Nahotki. Xo'sh, buni narxini kim to'laydi? Men-de. Nima bilan? Jon bilan. Azizlar, ruxsatingiz bilan hammamiz uchun do'st bo'lib kelgan, qay birimizga uka, qay birimizga aka bo'lib qolgan bankimizni eng sevimli xodimi, uddaburon, ishbilarmon yigiti Boburjonni mana shunday halol pok inson bo'lishi uchun juda katta hissa qo'shgan. Kecha-yu kunduz orzu havasda bo'lgan aziz insonlar. Boburjonni voyaga yetkazgan otalari Mahkamjon aka, onalari Oydin opa yonimda turishibdi. Shaxsan Boburjonni o'zini iltimosiga binoan chet el safariga berilgan yo'llanmani men ularga topshirmoqchiman. Marhamat. Rahmat. To'ylar muborak azizlar. Baxtli bo'linglar.